alaykum, hurmatli hamshaharlarim. Men bir sababli ishni boshlaganman. Agar sizlar menga qo'shilib, kanallarimda menga podpisчик bo'lib, qo'llab-quvvatlasanglar, Xudo xohlasa yaxshi ishda davom etamiz. Bugun bir Olmos shahri internet mahallasidan, So'follar mahallasidan bir muhtoj xonadonga kelganmiz. Xonadon egasini ko'zlari ko'r, yolg'iz qariya, farzandlari yo'q. Biz bularga ehsonlik olib kelganmiz homiylarimizdan. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Geçme. Mayli, ya. Dünyasından boğulan yarsın. Sog'ligingiz yaxshimi amaki? Ama dünyasından Charchamang. peki boğulan yarsın. Sog'ligingiz yaxshimi? Nazingiz yaxshimi? İşler böyle yaptı mı? Ko'zingiz yaxshimi? Ha? Ko'zingiz yaxshimi? Göz mü? Ya ona yaptı mı? Men mahalla raisi Bahodirjonga aytgan edim, sizni tavsiya qildi-da. Muhtoj insonlardan bering, muhtoj oilalar bo'lsa degan edim, sizni tavsiya qildi. Shu amaki yolg'iz dedi, ko'zlari ko'rmaydi. Turmush o'rtoqlari xola qanilar? Bana yaptı. Turmush o'rtoqlari qarab o'tiribdi dedi. Muhtoj bo'lib qolgan dedi. Amaki, bu produktda Kumurda hareket olsun. men bir sababchiman. Ha? Men bir sababchiman. Doğru. Buni homiylarimiz Xudoni tanigan yaxshi insonlar berib yuborishdi. Saxiy insonlarimiz bor bo'lsin. Ama kumurda hareket olsun. Mallarda rahatını görsün. Aytganingiz kelsin. Alloh amin. Farzandingiz sog' bo'lsin. Amaki, charchamang. Rahmat. Xo'p, mayli. Bakalım rahmat edin. Xo'p.